Zombie apocalypse. Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Instagram akkauntini udalik qilishni ko'rsatib o'tamiz. Podpischikimiz so'ragan tufayli biz bu videoni chiqarishga harakat qilib ko'rdik-da. Birinchi menda hozir telefon yo'q bo'lgani uchun kompyuter orqali ko'rsatib beraman deb. Birinchi Instagram akkauntingizga kirasiz. Masalan, profilingizga men faqat hozir test akkaunt yaratganman. Keyin akkauntingizga kirgan bo'lsangiz, mana bu 3 ta nuqtaga bosasiz va настройкаga bosasiz. Настройкаga bosganingizdan keyin spravka degan chiqadi. Spravkaga bosib, справочный centrga bosasiz. Справочный centrga bosganingizdan keyin sizni Google stranitsasiga olib chiqish kerak bo'ladi. Bunda siz biroz vaqt kutib управление akkauntga kirasiz. Bosasiz va удаление akkauntga bosasiz va birozdan so'ng как удалить свой Instagram degan chiqadi. Chiqqandan keyin pastroqqa tushirganingizdan keyin удалите akkaunt degan yozuv chiqadi. Keyin bu yerda Instagramni tanlaysiz va bu yerda Instagram stranitsasini ochadi va Instagram stranitsasiga o'zlarimizning login parolimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Hozir bu yerda men parolni xato yozdim. Va mana ko'rayotganingizdek Instagram akkauntga kirdi. Ne сейчас bosamiz. Keyin bu yerda bizdan nima uchun Instagram akkauntni удалить qilishingiz sababini so'rayotgan bo'ladi va bu yerda siz xohlagan bittasini tanlashingiz mumkin. Хочу удалить что-то bosishingiz mumkin. Masalan, problema при запуске bosasiz va parolingizni yana bir marta yozasiz. Удалить akkauntga bosasiz va OK ga bosasiz. Va 1-2 soniyadan keyin sizning Instagram akkauntingiz удалить bo'ladi. Ваш аккаунт будет удален в феврале. Hozirchalik mana hozir kirib ko'ramiz Instagram akkauntimizga. Menimcha удалить bo'lgan bo'lishi kerak. Bunaqa so'z chiqarmash kerak edi. Bu yoqqa o'tamiz. Mana ko'rayotganingizdek u ishlaydigan sistema. Masalan, parolingizni yozib kirmoqchi bo'lsangiz ham bu yerda xato chiqaradi. Mana, chunki u akkaunt bizda udalить bo'lib ketdi-da. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, podpiskaga kutaman. Hammaga rahmat.